Kommentariyga faqat to'g'risini yozing. Har bir rayonimizda soat asrdan keyin уже milliy taomlarimiz yo'q qoladi. To'g'ri fast foodlar ishlaydi. Kechqurunda bu sizlarga topib qo'ygan kafemda kechqurunda ham fast food, ham milliy taomlar ishlaydi. Bu joyimiz lokatsiyasi vokzal bor. Vokzalda to'g'risida joylashgan bo'lib, kechqurungi 12 gacha mehmonlar zap keladi. Almaydaga kelib oldik. Bu joyga keling aka, assalomu alaykum. Mana reklamaga chaqirtirgansizlar. Keldik mana. Tomoshabinlarga qanday ovqatlarimiz bor? Shularni bitta aytib bersangiz. Bo'ldi, Ozod aka, xo'p. Mana aka bizda xudo xolasa kelmang, yuraylik. Ko'rsataman, aka ko'rsatib o'taman. Mana menyumiz mana. Kech payt kelganlar mijozlarimiz uchun aka mana 5-6 xil, misol uchun o'zimiz tabiiy go'shtli ovqatlarimiz bor aka. Buni orqa tarafini qarasangiz, bunda ham xuddi shunday. Misol uchun bu yerda yoshlar iste'mol qiladigan fast food yengil. Tez tayyor. 5-6 xil pizzalarimiz, shaurma, gamburger, cheeseburger, cheeseburgerlarimiz bor aka. Bemalol kelib, misol uchun soat 12 gacha ishlayapsiz kech payt. Bemalol kelib, misol uchun oilaviy o'tirishga mana shart-sharoitlarimiz yaratilgan hammasi. Kabinkalarimiz bor, yoki bir banket o'tkazaman desa, banketlarimiz ham bor aka. Va qolaversa aka, bu ichkari xonada ham kabinalarimiz bor. Buni ham bir bu tomonda ham zal bor. Ha, mana bu yerda ham katta zalimiz bor. Xo'p, oldin aka bu tomonimiz yo'q edi. Kabinkalarimiz bu yopiq edi. Buni yaqinda ochdik aka, mana chiroyli qilib bezatib qo'ydik. Bu yerda ham oilaviylar kelib o'tirib choy-poyni ichsa bo'laveradi. Bu yerda ovqatlarimiz qanaqa? Doim klientlarga. Ozodbek aka, men hozir sizga tushuntirib o'taman aka, bu yerda ovqatlarimiz, aka mana kuxnyamizni ham bu ko'rsatib qo'ysak bo'laveradi. Mana powerbollarimiz ishlashyapti. Qolaversa aka, bu yerda ovqatlarimiz aslatli ovqat bo'lmaydi bizda. Klientlarimiz keladi, kelgandan keyin 5-10 minut kutib o'tiradi aka. Svejiy mana tayyor qilib chiroyli qilib tayyorlab beramiz ovqatlarimizni. Hamma sharoitlar bor. Pokizaligiga aka gap yo'q. Любой kuxnya bilan, ya'ni konkurent qila olmaymiz. Biz birinchi bo'lib shu narsaga e'tibor berganmiz, ya'ni tozalik. Tozalik aka. Shu. Aslan tozalik aka bizda. Bu qaysi Almayda kafesi desangiz, eski Almayda kafesi bo'ldi, soyil bo'yida. Shu kafemiz, shu vokzal to'g'risida ko'chib qo'ygan. Shu kafe bo'ladi. Bemalol kechqurungi 12 gacha mehmonlarni olib kelib, chiroyli oshnoqalar bilan o'tirib ketsanglar bo'ladi.